Orqaroqqa to'p jarima maydonchasi sari yetkazib berildi. Farruh Sayfiyev tezroq to'pni yetkazib berish kerak. Rashidov ana shunday tarzda ganaliklar birinchi o'rinni qo'lga kiritib, Afrika Kubogi gol! Tezkor gol! To'p Gana terma jamoasi darvozasiga Mansur Shukurov bu safar to'pni yerga yetkazib beryapti. Shomurodov juda ham yomonligini yaxshi bilasiz. Gol urib ketish mumkin. Raqib Yo'ldoshevga Jaloliddin Masharipov xalaqit qilib qoldi. Bu safarchi Fatavuning zarbasi. Ikkinchi zarbada ishonchsizroq. Hozir esa to'pmidi. Pasayish ko'zga tashlandi. Xo'sh, yaxshi imkoniyat urish kerak endi. Ur! Qoyil! Kiyovar Jaloliddin Masharipov